Assalomu alaykum hammaga. Jo'rabek salon yonida 3 xonali kvartira sotiladi. Polvon do'kon tarafdan kirib kelaverishda o'ng qo'lda joylashgan ikkinchi podyezdda joylashgan bo'ladi. Uyimizga kiraverishda birinchi katta zoli tushgan bo'ladi. Kvartiramizning umumiy maydoni 80 metr kvadratdan iborat. Kvartiramizning remontlari o'rta holatda bo'ladi. Yashashga tayyor feyzli xonadonlarimizdan birisi bo'ladi. Birinchi zolimizni balkonidan o'tsak, yozda chiqib bemalol o'tiradigan yer achsangizlar bo'ladi. Tabiat qo'ynida o'tiradigan og'alarimiz uchun ham zo'r variant bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi zoldan chiqishimiz bilan o'ng qo'lda ikkinchi zolimiz joylashgan bo'ladi. Ikkinchi zolimiz ham katta qilib olingan bo'ladi. Ikkinchi zolimizga qo'shimcha ikkinchi balkonimiz tushgan. Ikkinchi zaldan katta spalniya o'tamiz. Kvartiramiz 4 etaj domni ikkinchi etajida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 80 metr kvadratdan iborat. Ekranda mulk egalarining nomerini qoldiramiz. Batafsil ma'lumotni bemalol telefon urib olishlaringiz mumkin. Kvartiramizda ixchamgina chiroyli vannaxona qoldirib o'tilgan. Kvartiramizning kuxnya qismini ko'rib chiqishingiz mumkin. Umumiy 80 metr kvadratli 3 xonali kvartiramizning aytilish narxi 450 million so'm. Kvartiramizda gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Katta yo'l bo'yida transportlarimiz doimiy qatnaydi.